Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa chiroyli qo'ziqo'chqorlarni olib kelib, xalqqa tarqatishda charchamaymiz. Obuna bo'lish tugmachasini shunday qilib bosib, qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani shunday bossalaring hammasini shunday ezib turinglar. Biz chiqarayotgan. Assalomu alaykum, Chorvolam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun Xudo xolasa hafta kuniga, bugun yakshanba, dam olish kuni 24-avgust 2025-yil. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu mashhur arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'iga Jahongir ukamizni mini qo'shimchalarga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa yemini yeb turgan, yemlashga tayyor qo'shqorlarimiz bor. Bularni sizlarga chiroyli qilib narxini, hamma ma'lumotini qo'limizdan kelgancha to'liq obzorga yetkazamiz. Bittadan like bosib, videoni o'sha ikkiga yaqinlashayotgan yiriklaridan olamiz degan birodarlarga, yaqinlarga Telegram gruppalardan jo'natib qo'yasiz, xudo xolasa. Biz qo'limizdan kelgancha zo'rlardan chiqarishda davom etaveramiz. Bittadan like bosing, kanalga obuna bo'ling, xudo xolasa arzon va zo'r qo'ylar shu kanalda jigarlar inshaalloh. Jahongir, Assalomu alaykum. Shajar aka, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa chiroyli qo'ziqo'chqorlarni olib kelib, xalqqa tarqatishda charchamaymiz. yashang. Narxlarni arzon qilib beramiz. Xudo xolasa narxlarni arzon qilib beramiz aka. Qo'ldan kelgancha insof bilan. Yashang. Bugungi Jahongir necha partiya xudo xolasa? Bugun 2 partiya aka, ozgina emas, ozgina. Yashang. Mana keling, qo'shqorni qaranglar. Bu birinchi partiyaning soni nechta bo'ladi? Ular soni 14 ta. 14 bosh. Hammasi qo'shqor a? Hammasi qo'chqor aka. Ha, qo'shqorni qaranglar akalar. Maza qilib boqadiganlardan aka inshaalloh. Xo'p, bular tishyorganmi, yormaganmi Jahongir? Yo'q aka, bular 10 oylik qo'zi hali. 10 oylik, a? Aha. Hop, bo'ylari shakkadan beradi. bo'ylari necha? Yerdan balandligi. 80 plus ta aka. 80 plus. Obunachilar telefon qilsangiz o'lchab ko'rsatib ham berishadi bir qator, xudo xolasa. Mana dumbalari hammasi laqalari kelgan, so'ygalari yaxshi. Jahongir yemoqchi mollari sinovdan o'tdimi, xudo xolasa? Xudo xolasa sinovdan o'tgan, yana bir haftaga garantiya beraveramiz, yeb ichishib, sog'ligiga. Yashang. Xo'p, narxi nima deyapsiz endi buni, Jahongir? 14 tasini. Bir joyga olamiz, qo'ng'iroq qilgan akalarimizga, xudo xolasa. Aytingchi, qani? Narxini aka arzon kelgan, xudo xolasa arzon qilib beramiz. Yashang. Hech puldan qilmang. 14 tasini bir joyga oldim deysa, xudo xolasa bugun yakshanbada juda ko'p obunachilarimiz bugun ertaga ishga chiqamiz. Qo'yimizni olib qo'yaylik. Jahongirga o'xshagan arzon ukalarimizdan 10-20 ta olamiz deb kelishadi yoki telefon qilishadi. Ayting. Aka buning narxini 5 million, 4 million 800 ming demaymiz. Hop. 4,5 million so'mdan bir joyga olishaversin. Ay yashang. Xo'p, o'tadigan joylarimiz bormi Jahongir? Bor aka, o'tib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib telefon qilishsa. 14 ta qo'yingiz bir joyga ketyapti, bo'shayapti, qo'lingiz bo'shayapti. Ichida 6 ta, 4 ta, 3 ta emas. Ayting, o'tadigan joyingiz bo'lsa. Aka chiroyli narx aytdim. Kam bo'lmang, topganingizga baraka bersin iloyim. Aka 14 tasini bir joyga olsa 4 million 400 ming so'mdan ketaveradi. 4 million 400 gacha. Yana bir yo'l qo'yib beradigan joyimiz bormi, xudo xolasa? Shajar aka, sizni obunachilaringiz uchun 4 million 300 ming so'mdan beramiz mana bu qo'yni. 4 million 200 dan. 4 million 300 ming so'mdan hammasini bir joyga. Qarang, telefon qilsa hammasini bir joyga olib birni o'tib berasiz. O'tib beramiz aka. O'zingiz kulib turgan bola ekansiz, xudo xolasa narxlarni ham o'zingizga yarasha kuldirib qo'ydingiz ekan. Aka, xudo xolasa chiroyli narxlar bo'ldi. O'zlari ham bunaqa haligi emas, ayblaydigan emas. Hammasi bir-biridan go'zal. Xudo xolasa. Qo'zlari ham toza, yem yeb turgan qo'zilar. Buni bittasini ishlab olib 5,5 million, 6 million urug'likka balon paykin demaydik. Arzon kelgan arzon sotamiz aka. Maqsad sotish. Kam bo'lmang. Akalar 4 million 300 ming so'mdan o'tadigan joyti ham bor. Yaxshi narx bo'ldi, xudo xolasa. Bozorga chiqib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, o'zlari kommentariyaga yozib qo'yishadi. Lakastamiz yaqin bo'lsa, tepasiga kelib ko'rib oling. O'zingizdan bir qator qo'ydi holatiga, sortiga e'tibor berasiz. Barib yuz issiq. Bozor o'tib beradigan joyda bo'ladi. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha aka. Endi qarang Jahongir. Soni 14 ta bo'lsa, 7 tasini shunday haydab chiqaring, ikkiga bo'lib deysa, optim narxga ketaveradi. Haydab olinsa bitta ham ketaveradi optim narxda. Haydab olinsa, lekin tanlab olinsa aka kelishamiz. Aha. Tanlab olinsa akalar holatiga qarab plus minuslari bo'ladi. Haydab olaman desa, optim narxga ketaveradi. Telefon qilasiz. Chiroyli qilib ukamiz buni Telegramdan video syomka qilib tashlab beradi. Holatini ko'rib, kam ko'zini kelishaverasizlar. O'tadigan joyi bor. Yaxshi narx bo'ldi obunachilar. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying.
2 ga yaqin yemini yeb turgan, yemni taniydi qo'rga qamab, yemini berib boqadigan variantlardan inshaalloh. Aloqaga chiqaring. Bitta olsangiz chiroyli qilib ukamiz ishingizni bitiradi. Xudo xolisa mana keyingi partiyalarimizga. Xo'p, Jahongir uka, bular soni nechta endi? Bular soni 24 ta. Bular hammasi qo'shqora? Hammasi qo'chqor. Yosh yili qanaqa bularda? Ular shular ukasiz 8-9 oylik. 8 oylik deylik. 8 oylik. Bo'ylari yerdan balandligi. Xo'p, bular ham 80 plus minusda. Narigilardan ozgina oriqroq. Ozgina. Ha, etida farqi borlar. Ozgina. Aha, yapsiz. Yoshida farqi borligi uchun. Aha. Yashang. Mana obunachilar, Xudo xolisa. Bular ham yeb turganmi? Yeb turgan aka. Qo'zini badani zo'r. Nechtadik sonni? 24 ta. 24 ta aka. Narigi 14 ta edi, Xudo xolisa. Yemoq-chemoqlari sinovda o'tdi, Xudo xolisa. O'tdi, yana bir haftaga garantiya beraveramiz, Xudo xolisa. Yashang. Yemoq-chemoq. Jahongir narxi nima deyapsiz endi buni, Xudo xolisa? Ularni ham narxi o'sha arzon chiroyli qilib beramiz. Nech puldan qilyapsiz? Ayting, qani? 4 million 200 mingdan qilib beramiz. Yashang. 4 milliondan qilib beramiz aka. 4 million so'mdan 24 tasini bir joyga oldim deysiz, qo'lingiz bo'shayapti. Bitta opsho bitta qo'rangiz bo'shaydi endi. Aha. Yana o'tadigan jo'timiz bormi ki? Bor aka. Nech pul o'tib beramiz? Tangani martga 3 million 800 mingdan qilib beraman aka. Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. Bir haftaga garantiyasini beraman qo'zini. 3 million 800 ming so'mdan. 3 million 800 ming so'm. Hammasini bir joyga oldim deysiz, yana bir nima o'tib berasiz, Xudo xolisa. Ha, Jahongir, keling endi uka bugun. Xudo xolisa obunachilarni ko'nglidan joyda olavering. Naqd yo'lida qilib klient ko'paytiring. Xudo xolisa keyin yaxshi bo'ladi Narxlar inshaalloh. yaxshi bo'ldi. Qo'zilar ham aka Xudo xolasa uyaltiradigan qo'zilar emas. Mana akalar qo'zini ko'ringlar. Bo'ylari 80 plus minus, yoshlari 8 oylik. Yemoq-ichmog'i sog'ligiga bir hafta garantiya beriladi. Yemini yeb turgan. Xudo xolasa qo'rga qamaysiz yemini berib boqvoradigan variantlardan. Lokatsiyamiz yaqin bo'lsa, tepasiga kelib ko'rib oling. Baribir tepasi ko'rib olganga yetmaydi. Inshaalloh. Jahongir, endi qarang, hammaning sharoiti har xil. Ichidan 10 ta haydab olamiz deysa, shu optim narxga ketadi, a? Optim narxda beramiz aka. Optim narxda yetkazib beramiz. Dastlabkamiz qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha Xudo xolasa bizni bo'ynimizda. Yetkazib beriladi Samarqandgacha, obunachilar Xudo xolasa. Jahongir, telefon qilishadi, 3 million 800 ming so'mdan chiroyli o'tib berasiz-ku, Xudo xolasa. Hammasi bir joyga bo'lsa shunaqa aka, bitta-bittaga kelishamiz. Aha, tanlab oladigan bo'lsa obunachilar holatiga qarab plus minus bo'ladi. Tanlamayman, haydab olaman desangiz, optim narxga ketaman. Aloqaga chiqasiz, ukamiz chiroyli qilib buni ma'lumotini berib, aytilgan narxga e'tibor bermang, yengil barakasini qilib beradi. Bu bozor, magazin emas. Xudo xolisa aloqaga chiqqan yoki tepasiga kelib ko'rib olamiz degan akalarda ishi bitadi. Bizni kuzatib boring. Xudo xolisa keyingi yangi video syomkalarda ko'rishguncha doim sog' bo'linglar akalar. Charchamanglar, o'zlaringizni ehtiyot qiling. Voy jonivorlar, barakasini bersin. Obunachilar mana shu Chorva Olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlar zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi все deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib olmaysizlar. Yashang.